Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum hazrati inson. Aziz dindoshlarim. Bir-birini quvlab kunlar, oylar o'tmoqda. Oqar daryolarday umr o'tmoqda. Davralarni to'ldirib o'tirgan insonlarimizdan ba'zilarining o'rni bugun bo'sh. Alloh ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Hech kim o'tirgan joyidan o'rni yo'qolmasin hech kimning. Allohga beadad shukr va hamd sanolar bo'lsinki, yana Ramazon oyi ular sultoni eshik qoqmoqda. Azizlarim, sizlarni Ramazonning shafoatli, barakatli oyi bilan qizg'in qutlayman. Alloh tutgan ro'zamizni o'z dargohiga qabul qilsin. Ramazon ro'zasi barcha mo'min musulmonlarning sabr, qanoat, iymon va savobini mukammal qilsin. Ilohim rizqini barakali qilsin, qalbini halovatli qilsin, keng qilsin. Ramazon oyi qadr kechasida Allohim ulug' Qur'on Karimni nozil qildi. Bu oy 1000 oydan afzaldir. Bu kechada Jabroil alayhissalom va farishtalar Alloh amri bilan bir yillik ishlar tadbirini qilmoq uchun osmondan yerga tushadilar. Bu kecha tong otguncha farishtalar bezor mo'min musulmonlarning atrofida aylanib salom beradilar. Bu oy poklik, rahm shafqat oyidir. Shaytonlar esa kishanlanadi. Ro'za o'zi 4 xil bo'ladi. Subhdan to shomgacha yeb ichmaslik, nojoiz so'zlar so'zlamaslik, ko'ngil xayolga keraksiz gumon so'zlarni keltirmaslik va 4-inchisi ko'ngil va xayolni Allohdan o'zgaga mahkam yopish. Bu kechada duolar rad etilmaydi. Bu kechada gunohlar mag'firat qilinadi. Qadr kechasi duosi: Allohumma innaka afuwan tuhibbul g'afwa fa'fu anni. Tarjimasi: Allohim, sen kechirimlisan, yaxshi ko'rasan kechirishni. Meni kechir. Qadr kechasida mo'min musulmonlar ibodat qiladi. Amri ma'ruflar yaxshilikka buyuradi, nahiy munkarlar yomonlikdan qaytaradi. Xatmi Qur'on tinglaydilar ular. Ruhiy va ma'naviy oziq oladilar o'zlariga. Har kim o'z uyida oilasi bilan xolis Alloh uchun ibodat qilib, qadr kechasini savobini oladilar. Bu kecha Alloh solih bandalariga salom yo'llaydi. Qadr kechasi Ramazon oyining keyingi 10 kunligida, tok kunlarda bo'ladi. Bu kecha o'ta sokin, osoyishta, yulduzlar o'zigacha charaqlaydi. Ob-havo esa juda ham muloyim, atrof nurafshon, yorqin bo'ladi. Qadr kechasi qat'iy tayin qilinmagan. Kecha bu ham Allohning hikmatidir. Har kechani qadr kecha deb degan holda ibodat qilinadi va barcha Alloh mag'firatidan umid qiladi. Qisqacha Arafa kuni haqida, Arafa ro'zasi haqida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, Allohimdan umid qilamanki, Arafa kuni ro'zasi undan oldingi, keyingi kunlar, sanalar kaforatidir dedi. Duolarning eng xayrlisi esa mening va mendan oldingi payg'ambarlarning fazilatli duosidir. Bu esa la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Endi azizlarim, donolar va muborak o'g'itlar, donolar bisotidan va muborak o'g'itlar. Endi qisqagina o'qib beray. Nohaqlikka qarshi turishga qo'ling bilan qaytar. Agar qo'ling bilan qaytara olmasang, tiling bilan qaytar. Agar tiling bilan qaytara olmasang, unda diling bilan qaytaring. Tek saqlamang, xudbin bo'lmang, jannatiy bo'lasiz. Sukut saqlagan odam haybatlidir. Gul go'zalning urug'i tozaligidandir. Gulning go'zalligi urug'i tozaligidandir. Insonning go'zalligi esa qalbining pokligidandir. Dunyo kir-fikrlardan siqilmang, ey inson. Asab jismingizni egallab mahzun bo'lmang. Alloh amallarini qila olmasangizgina mahzun bo'lsangiz bo'ladi. Beparvo, bee'tibor bo'lmang. Samimiy, ochiq ko'ngil bo'ling va yaxshi amallar bilan doim amallar qilishga harakat qiling. Shoshiling. Banda yaxshilikni oshkor, yashirin qilsa, yomonlik qilganni esa avf etsa, ana shu bandani Alloh juda ham suyadi va o'ziga yaqin oladi. Qur'on haq bilan botilni ajratadi, Tavrat esa adolat bilan jaholatni. Qur'ondan.
Muhtojlarga imkon boricha yordam bering. Yaxshilik qiling. Gunoh qilsa agar to'g'ri yo'lga solib qo'ying. Mehnat saodat eshigi o'tayotgan har bir kun umrimiz bir bo'lagidir. Biz o'tgan kunga xursand bo'lamiz u yog'ini o'ylamaymiz. Hikmat mo'minning yo'qotgan narsasidir. Yaxshilikni rahmdil odamdan kut. U odam oxiratda ham yaxshilikka erishadi va jannatiy bo'ladi. Qilgan ehson, sadaqang avval Alloh huzuriga borganini his qilgin. Shunda olishdan ko'ra berish afzalligini, undan lazzat olishingni bilasan. Haqiqat bahsda tug'iladi. Eng yaxshi himoyaching xush xulqingdir. U dunyoda tarozi juda og'ir bo'luvchi. Tabassumingdir, samimiyating va kamtarligingdir, oddiyligingdir. Ulug' zotlar doimo oddiy bo'lganlar. Va yuragining tozaligidir. Haqiqat ilohiy muhitdir. Har qanday qiyinchilikni Alloh huzurida yechimi bor. Bu dunyoda yaxshiligingiz va yaxshi tarbiya bergan bolangizdan boshqa sizdan hech narsa qolmaydi. Alloh odamzodni siqilib yashash uchun yaratmagan. Mag'lubiyatga uchraganda Allohni eslashi uchun yaratgan. Namoz Alloh farzidir. Namoz qabrimni, oxiratimni, dunyomni yorituvchi chirog'imdir. Amalsiz jannatga kirish gunohdir. Sunnatga ergashmay shafoatga ergashish ham xom xayoldir. La ilaha illalloh kalimasi u nur ustiga nurdir. Qalblarga shifodir. U al-G'ofir, al-Rahman sifatidagi zot zikridir. Tanlab nabiydan o'rganilgan. Bu zikrlarning afzalidir. Azizlarim, shu bilan bugungi eshitishimiz tugaydi. Sizlarga albatta bu ro'zani tutishda kuch-quvvat, sabr-toqat, dilingizga iymon, o'zingizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xayr, shu bilan omonlashamiz.